Hazreti İsa şagirdlari bilan Kapernaum shahriga kelganida ibodatxona bejini yiqquchilar Petrusning yeniga kelib, "Ustozinglar ibodatxona bejini to'lamamdi?" deb so'radi. "To'laydi", dedi Petrus. Petrus uyga kelganda, u texi bir nima demasdinla Hazreti İsa uningdan "Simon, seningcha dunyodagi podsholar kimlardan boj oladi? O'z farzandlaridanmi yoki boshqalardanmi?" deb so'radi. Petrus "Boshqalardan" deyishi bilan Hazreti İsa "Undaqda farzandlar bojdan xoli bo'ladi. Biroq boj yiquchlarning tishiga tegmayli. Ko'lga berib, qamoqni tashla. Tutgan birinchi beliqning og'zini ochsang, bir tanga pul chiqadi. Uni elib, ikkimizning beji uchun ularga ber", dedi.